Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingda O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi tomonidan boshqa vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda yurtimizda jismoniy tarbiya va sportni yanada ommalashtirish maqsadida aholining jismoniy tayyorgarligini aniqlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot beramiz. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi O'zbekiston 2030 strategiyasini atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi PF16 son farmonining har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun munosib sharoitlar yaratish yo'nalishi bo'yicha 2025-yilga mo'ljallangan amaliy tadbirlar rejasiga muvofiq aholining 7 yoshdan 70 yoshgacha va undan katta shaxslardan jismoniy tayyorgarlik darajasi sport sinovlarini qabul qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Sport sinovlari ishtirokchilari haqidagi ma'lumotlar, ya'ni elektron ro'yxatdan o'tish, ishtirokchilarning natijalari va tahlili hamda elektron sertifikat berish ishlari RP Sport yagona elektron boshqaruv tizimi orqali amalga oshiriladi. Dastlab 2025-yilning aprel va may oylarida 7-17 yoshdagi umumta'lim maktablari o'quvchilaridan jismoniy tayyorgarlik darajasi sport sinovlari qabul qilinadi. Bunda o'quvchilarning sinflar bo'yicha jismoniy tayyorgarlik darajasi aniqlanadi. Mazkur tizimni amalga oshirish maqsadida Sport vazirligi, Milliy olimpiya qo'mitasi, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Mudofaa vazirligi hamkorligi yo'lga qo'yildi va quyidagi vazifalar amalga oshirilib kelmoqda. Jumladan, sport sinovlarini tashkil etish uchun umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi 33.722 nafar jismoniy tarbiya fani o'qituvchilari, 10.056 nafar chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilari hamda sport maktablaridagi 1.888 nafar trener seleksionerlar mas'ul etib belgilandi. Mas'ul idoralar bilan birgalikda sport sinovlari me'yorlari ishlab chiqildi. Bunda sport sifatlari va harbiy xizmatga qabul qilish me'yorlari uyg'unlashtirildi. Sport sinovlarini topshirish uchun 10.134 ta umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6,5 million nafar o'quvchilari Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi va Sog'liqni saqlash vazirligi hamkorligida bepul tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Joriy yilning 19-apreldan e'tiboran elektron ro'yxatdan o'tgan umumta'lim maktabi o'quvchilaridan tezlik va kuchlanish imkoniyatlari, harakatlarni muvofiqlash va egallangan amaliy ko'nikmalarga qaratilgan ixtiyoriy talablar bo'yicha sport sinovlari qabul qilish jarayoniga start beriladi. Ixtiyoriy talablar bo'yicha sinovlarni muvaffaqiyatli topshirib, g'olib bo'lgan 13-17 yoshdagi o'quvchilardan joriy yilning 1-15 may kunlari Sport vazirligi tizimidagi 254 ta sport maktablarida o'quvchilarning chidamlilik, kuch, egiluvchanlik, tezlik va chaqqonlik imkoniyatlari maxsus talablar bo'yicha sport sinovlari qabul qilinadi. Sport sinovlarining ixtiyoriy talablari bo'yicha g'olib va sovrindorlar elektron sertifikatlar bilan hamda maxsus talablar bo'yicha g'olib va sovrindorlar jismoniy tayyorgarlik darajasi ko'krak nishoni va sport formalari bilan tantanali tarzda taqdirlanadi. Joriy yilda mamlakatimizda ilk marotaba umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarining tana massasi indeksi tahlili o'tkaziladi. Sport sinovlarida o'quvchilarning ishtiroki, qamrab olinganlik darajasini aniqlash reytingi yuritiladi. Baholash tizimi bo'yicha yosh ko'rsatkichlaridan kelib chiqib, sport sinovlarining maxsus talablarini muvaffaqiyatli bajargan o'quvchilar 1 yil mobaynida quyidagi imtiyozlar va rag'batlantirishlardan foydalanadi. Xususan, umumta'lim maktablarining 10-11 sinf o'quvchilari vatan tayanchi harbiy otryadlarga qabul qilinadi. Sport sinovlarini muvaffaqiyatli topshirgan o'quvchilar orasidan iste'dodli yoshlar saralab olinib, sport maktablari sport zaxirasi shakllantiriladi. 2080 nafar o'quvchilar ularning istagi bo'yicha qobiliyatiga qarab sport maktablariga qabul qilinadi. Shu bilan birga Temurbeklar maktabiga test sinovlarisiz tanlovdan tashqari o'qishga kirishda imtiyoz beriladi. Shuningdek, may-iyun oylarida oliy ta'lim muassasalarining 18 yoshdan 29 yoshgacha bo'lgan talablaridan, avgust-sentyabr oylarida esa 30 yoshdan 70 yoshgacha va undan katta bo'lgan mahalla aholisidan, oktyabr-noyabr oylarida davlat organlari va tashkilotlari xodimlaridan sport sinovlari qabul qilinadi.
Ta'kidlash joizki, joriy yilgi sport sinovlarida jami 4 million nafar aholini qamrab olish rejalashtirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.